Kattaki. Rostdan 19 mingmi? 19 ming so'mdan taqvo halol sirlarimiz bo'ladi. Aka-lekin ijolli 19 ming so'mdan ikkitasi 38 ming so'm. Xohlasangiz ikkita olasiz, xohlasangiz bitta olasiz. Akalar 26-fevral kuniga ertalabda aynan siz uchun mana buni qaranglar. Nech pulga o'ylaysizlar? Oldi mashina donasi 85 ming so'mdan sotilgan. Buni donasini nech pul qilib beramiz bilasizmi, aka? Buni 47.500 so'm, ikkitasi 85 ming so'm, aka. Ikkitasi 85 ming so'm. Eng qizig'i 200 grammligi bormi? 200 grammligi ikkitasi 40 ming so'mdan. Aka, bundan kichkinarog'i bor. 1300 gram Sanjar 125 midi? 250. 250 ga bu 400 yetgancha uzr. 400. 400 xullas okalar, ikkitasi 40 ming so'm, 400 grammi. Hop, 250 ga ikkitasi 28 ming so'm. Aynan siz uchun ko'ryapsizlar. Katta ob'yomni tushirib qo'yganmiz. Kalbasalarimiz ham bor. Okalar, keyin ijollar sekin chiqasiz, ko'rsatib qo'ying. Assortimentni juda ham zo'r qilib qo'yganmiz, xudo xolasa. Eng qizig'i bormi? Odamlar qazi bormi datumida? Aynan siz uchun okalar, to'y go'shidan bo'lgan qazilarni zo'rini olib kelib qo'yganmiz. Xudo xolasa qaranglar. Ikkitasi 50 ming so'm, ikkitasi 24 ming so'm, ikkitasi nech puldir 25 ming so'm. Xullas okalarga ijol aksiyani eng zo'ri tapasi Ilon otida bo'ladi. Adashib qolmanglar, Chilonzor 20-A kvartal 13-dom okalar. Ilonli ota masjidini ro'parasida assortimentlarimiz yetarli darajada bor. Bugungi sana 25-fevral, 26-fevral kuni sizlarni kutib qolamiz. Like bosib, obuna bo'linglar. Masalani.